uchun erkak kishi ayoliga sovuq munosabatda bo'ladi? Nima uchun uni eshitmaydi? Nima uchun uni orzulari bilan hech ham qiziqmaydi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu muammo faqat erkaklardami yoki bo'lmasam biz ayollarni ham qilishimiz kerak bo'lgan ba'zi ishlarimiz bormi? Gap shundaki, erkaklar o'zini qadrlagan, o'zini sevadigan ayollarni yaxshi ko'radi. Ayni vaqtda esa turmush o'rtoqlar bir-birining aksi ham hisoblanadi. Demakki, siz nimaga loyiq bo'lsangiz, siz qanday holatda bo'lsangiz, sizga o'sha munosabatda bo'lishayotganini guvohi bo'lyapsiz demak. Aynan sizni muammolaringizdan kelib chiqib turib, ajoyib kurs tashkil qildim. Kursimiz er-xotin munosabatlaridagi nozik qirralar deb nomlanadi. Bu kursda siz o'ziga ishongan, sevimli, qadrli ayol bo'lish sirlarini o'rganasiz. Kursimiz start olishiga oz vaqt qoldi. Kursda ishtirok etish uchun hoziroq pastdagi link orqali o'z joylaringizni egallang.